Üçüncü qism. İkeylen qo'llarini ching tutishganicha mushundoq tatli xiyolini qilishadi. Ahmad Efendi o'zini tutolamay kulib ketdi. Ahmad Efendining esiga kelishini kutib turgan katib qiz xo'jayinining kulib ketganligini ko'rib, darhol qo'lidagi Ahmad Efendi imzo qo'yishga tegishli bo'lgan hujjatlarni uning oldiga yoydi. Ahmad Efendi katibni ko'rib chechib ketdi. Katib qiz xo'jayinni o'ng'aysizlantirib qo'ymaslik uchun so'zqina kulimsirab qo'ydi. Ahmad Efendi hujjatlarga imzo qo'yib o'tib, katib qiz chiqib ketgandan keyin xizmat shirasidan Mahiraning suratini chiqarib, suratini yengil silab qo'ydi. U hozir Gulnoziya bilan to'y qilgan bo'lsa-mu, lekin qalbining cho'nqur qatlariga singib ketgan Mahirani yanada seg'inatdi. Uning bilan g'oyibona sirdishatdi. Uning bilan beli o'tkazgan go'zal shirin daqiqalarni eslaydi. Agar Mahira hayot bo'lgan bo'lsa, ular uchaylan naqadar baxtli yashagan bo'ladi, ha? Ahmad Efendi bularni o'ylaganida onasini ko'rish nasib bo'lmagan bechora qizi Sohiraga ichi og'ritdi. Ahmad Efendi bilan Mahiraning kutgani bu emas edi-ku. Ahmad Efendi Gulnoziyaning Sohiraga ko'rsatayotgan kunlardan bexabar bo'lg'achqa, Sohirani onadan tali keldi deb qaraydi. Ahmad Efendining nazarida Gulnoziya Sohiraga o'z onasidek ko'ynatdi. Uningga mehribonlik qiladi, mehrni beradi. Ahmad Efendining uyda turadigan vaqti ko'p bo'lmag'achqa, uydagi sixti ko'rinishlarni rost deb o'ylab qolgan edi. Shunga u Gulnoziyadek bir esil ayolni ololiganidan rozi edi. Oq ko'ngil odamlar, hamma odamni o'ziga o'xshash oq ko'ngil deb tushunsa kerak. Bumi hozircha Gulnoziyaga kelgan vaqtliq baxtli ehtimol. Esil tomoqxonaning ayrimxonasi. Bir er bilan bir ayol birga tomoq yeyishmoqda. Ularning o'zaro bir-birining og'ziga tomoq silib qo'yishlaridan ularning to'limi amriq bir juftlar ekanligini bilib olmoq qiyin emas edi. Oldidagi erga xumorliq chiroyli ko'zlarini tikib, uningdan mehrini kutayotgandek qarab turgani Gulnoziya edi. Ammo uduladagi er kim? Buni bilgani bo'lmaydi. Er Gulnoziyaning ginadagi bo'sh o'ringa kelib o'tirdi. Gulnoziyami xuddi shuni kutib o'tirgandek er qishiq kelib o'tirdi. Uningga yana shundoq mehrlik qarashlar bilan tikildi. Shunchaki chiroyli, nazokatlik, hamma yerdan ayollik hidi tarab turgan bu go'zalning qarashlariga er bardashlik bera olmadi. U Gulnoziyaning olmadek chiroyli yuzlarini sal ustiga qaratib, uning nefis lavlarini yoqdi. Ular shu tarzda birdam turishdi. Ondan er astog'ini uningdan ajirdi. Ammo Gulnoziyaning beshi uning kang ko'kraklaridan o'rin elib uzoq turdi. Er Gulnoziyani o'zidan ajratib gapini boshladi. "Man qarang Nozi. Bu to'yni qilmag'in desam, unimading. Amda degina, qandoq qilay deyapsan? Bundaq odamning ichini yemak gap qila. Ering sana yaxshi muomala qilamdi. Agar yaxshi muomala qilmasa, bu turmushni mushagicha tut. Men yana seni avvalgidek qadrlayman." Er shundoq dedi ham Gulnoziyaning qandoq inkos qaytardiganligini kutib, uningga talmirib baxdi. "Meni kechirgin Farhod. Ayni vaqtda hamma narsani pul orqali o'lchab olibdikanman. Pulga erishganlik hammaga erishganlikdan derak bermaydi ekan. Buni men sendan ayrilgandan keyin ondan his qildim. Endi bilsam, mening baxtim asli sen ekansan. Lekin mening o oiladan mundaq chiqib ketgim yo'q. Sen yana meni bir oz saqlab turgan bo'lamdi." dedi Gulnoziya. U o'zining
bir oz deganining zodi qanchalik vaqt ekanligini o'zimi bilmaydi. Ammo u ichida nima shumliqlarni planlayotganligini Farhoddan yushirdi. Chunki u o'ylaganlarini Farhodga maslahat solsa, uning bu ishni to'g'ri topmaydiganligini, Gulnoziyani bu ishdan to'sadiganligini obdan biladi. Amaliyotda Farhod oq ko'ngil yigit edi. U Gulnoziyani to'limi yaxshi ko'radi. Lekin uningda Gulnoziyaning o'ylaganidek baxtdan bahramon qilgudek pul yo'q edi. Bu xil yetersizlik ayni vaqtda Gulnoziyaga Farhodning hech bir ortiqchiligi yo'qdek ta'sir berib, o'zini go'hardek qadrlab kelayotgan Farhoddan yuz o'rib, o'ylangan, bir bolsi bor bo'lgan Ahmad apandini o'ziga jo'p qilib tanlagan edi. U ko'nglida bu katta qo'rg'oga kirsamla, hamma narsaga erishalayman deb o'ylagan edi. Lekin nada undoq bo'lsin. Darvaqa u yeydigan, ichadigandan g'am qilmadi. Lekin mushu Sahiraza ba'ayni uning ko'ziga qadalgan mix edi. Agar mushu mix bo'lmagan bo'lsa, naqadar mukammal baxt edi ha? U davomli mushundoq o'ylaydi. Ammo u shunchaki chiroyli oyningmi yuzda dog' bor ekanligini unutib qolib xuddi bu kichik qiz cho'ng bo'lsa, Gulnoziyadan hammani tortib oldigandek tuyuladi. Qandoqli qilsa, bu qizdan qutulmaydiganligi to'g'risida ko'p o'ylanadi. Uning shuncha ko'p o'y-xayollari ichida bu bechora qizga yaxshiroq muomala qilib, uning qalbini o'tvelish, o'ziga moyil qilib, amroq ona bolalardan o'tish degan o'qim aslo yo'q edi. Gulnoziya bir qatim Ahmad apandiga Sahirani cho'ng opasining yoniga olib qo'yish to'g'riliq maslahat misolgan edi. Ahmad, sizdan so'rab baqsam, sizningcha Sahira qizimiz vaqtincha cho'ng opasining qashida turibdi, qandaq bo'la? Dedi Gulnoziya Ahmad apandining tomirini tutib bakmoqchi bo'lib. Ahmad apandi Gulnoziyaning so'zini anglab, lekkida o'ri o'ltirdi. Uning bu o'ltirishidan Gulnoziya Ahmad apandining bu ishga alohida qaraydiganligini his qilib bo'ldi. Ahmad apandi nima uchun degan ma'noda Gulnoziyaga tikilib qaradi. Gulnoziya bu qarashlarga bardashlik berolmay duduqlab ketdi. Men demoqchi qarang. Men mundaq uyda o'tiraversam qamlashmoqdak. Shunga ishlasam-mikin deb o'ylagan. Navada ishlab qolsam, Sayraning holidan xabarit bo'lamay qolamanmi deb o'ylayman. U texi kichik bo'lsa, uni yolg'iz tashlab qo'yishga ko'nglim olmaydi ekan. Agar ishlamay qolsam-ku, uni yechiga olib qo'yg'imi yo'q edi. Dedi u oxirida Ahmad apandiga yaxshi bo'ldigan gapni qilib. Yaxshi o'ylabsiz, dedi Ahmad apandi Gulnoziyani qo'llagandek qilib. Demasimi, yosh odam degan uyda o'tiraversimi zerikib ketadi. İşlesanız mayli. Undaqda siz nadirak ishlashni o'ylashdingiz. Planingiz bormi? deb so'radi. Gulnoziya faqat Sahirani bir taraf qilishni o'ylab, o'zining nada ishlab bekishni o'ylab baxmag'achqa damaliqa gap topolmay qoldi. Ammo Gulnoziya Ahmad apandining yuqorqi gapidan uning qo'shildi deb o'ylab xushal bo'ldi. Siz avval turdan izlab, odamga ehtiyoji bor o'rinlarni ko'rib beqing. Maskeladigan o'rinni topganda menga ayting, men bilib berish beray, dedi. Ammo Sahirani olib qo'yish yoki qo'ymaslik haqida hech nima demadi. Ahmad apandining nazarida Sahirani yesliga o'rlashtirib qo'yish, aytganda ish qilmaganda olib qo'yib, yeslidan qaytganda mayli Gulnoziya bo'lsin yoki Ahmad apandi bo'lsin, qaysisiga udul kelsa, shu qaytirib kelsalar, bu ishmi o'zligidan hal bo'ladi. Amaliyotda Gulnoziya bu uyga kelishdan ilgari bu uyda Sahiraning holidan xabar olib, uningga turli bilimlarni o'rgatadigan biraylar bor edi. Ammo Gulnoziya kelibla uning ishini o'zi qildiganligini aytib, u qizni ketkizib o'tgan edi. Ahmad apandi Gulnoziyani bunchalik ishning hujjasidan chiqalaydi deb qarab, bo'pti degan edi. Agar Gulnoziya bir yerda ish topib ishlab qolsa, Sahirani yesliga bersalar, hamma ish hal bo'ladi. Qandoqdir uni cho'ng uyga olib berishning hojati yo'q edi. Lekin bu xayolini Gulnoziyaga aytib yurmadi. Shuning bilan Gulnoziya Sahiradan qutulish ishtiyoqida kunda kompyuterning oldida o'tirib ish o'rnini izlashga kirishdi.
Ammo u shuncha izdabmi ish topolmadi. Topolmadi emas. Ba'zi o'rinni yiroq ko'rib, ba'zi o'rinning maoshini tuvan ko'rib, ba'zi shirkat o'rinlarini kichik ko'rib, ba'zi ishni og'ir ko'rib, ish o'rni yaqin, maoshi yuqori, ish yengil ishni topolmay, ko'ngliga yoqqan o'rin Gulnozgani yaratmay degandek xeyli kunlar o'tib ketdi. Gulnozganing ichi siqilishga boshladi. Ichi siqilgan sari dardini Sohiradan ilib yurdi. Sohiraning dardi Gulnozganing kayfiyati yaxshi bo'lmagan sari ko'pishga boshladi. U oxiri Ahmad apandiga Ahmad apandining shirkatida ishlash o'yining borligini aytdi. Ahmad apandi uning ish o'rinlariga baho berishlarini anglab, uning o'zining shirkatida ishlashga mos kelmaydiganligini allaqachon his qilib bo'lgan edi. Ahmad apandining nazarida Gulnozga uncha bek qusurchi emas edi. Balkim bu gaplarni u boshqalardan olgan bo'lsa, bu gapdan gumonlanadi. Lekin bu xildagi qo'xshash, zarlanish, rozi bo'lmasliklarni u uning o'z og'zidan anglayotdi. Bu gaplarni anglab, Gulnoziyani tunji qadamda ostila tushunibmi qoldi. Lekin ortiqcha tushuncha bermadi. Faqat o'zi qilayotgan kasbning xarakterini biror qo'l tushuntirib, uning o'zining talashiga qo'yib berdi. Ahmad apandining gaplarini anglab, Gulnoziyaning bu ishlarni qilishga ko'zi yetmadi. Shunga bir mezgil o'ylanib beqishni aytdi. Gulnoziya o'zicha hozir qattiq o'yinish bosqichida turibdi. Farhod Gulnoziyaning uzundan uzun xiyol surib o'tirishlariga qarab sal ichisi qildi. Gulnoziya, hay, Gulnoziya. Nimalarni xiyol qilib ketding? Dedi u Gulnoziyani asta nuqib. Ajabma bir uzundan uzun xiyol surib ketding-ku. Ha, hech nima. Gulnoziya Farhodning o'zining nuqishlaridan esiga keldi. Men xizmat qilsam ekan deb o'ylagan edim. Lekin toza muvafiq xizmat topamayotman. Menga bir xizmat tepib bersang bo'pti-kan, Farhod. Ha, sening nima xizmat qilgan bor edi? Tapaqa. Men shunga qarabroq izlab boqay. Bo'lsa, uyga yiqiroq bo'lsa, muhiti pokiz, ozoda, ishi yengil, eng muhimi maoshi yuqori bo'lsa bo'ladi. Ohoy, tehe, talablaring xeyri eg'irg'o. Ha, sana endi bundoq bilan xizmatni nədimi topqiloq? Haras. Eronning shirkatida ishlasang bo'ldi-kan-g'o. Ish izlashim ketmaydi-kan. Voy bo'ldi qila. Meni o'ylashmadi edamsa. Ularning ishi bek kollejlikdan xizmatgan. Hamma odamga muomalangni yaxshi qilsang bo'lmaydi-kan. Nurg'un odamlarning oldiga boradigan ishkan. Men mushu turqumda xalqlarga egilib pukilib yurmamu deysan. Menchu bundaq maydisini kerib turib ishlaydigan ishni qilsam deb o'ylagan. Undaqda ko'ngliga kelsa motaveray. Sancho, yanala Eronning osh katta dachida xizmat qilsang bo'lg'idek. Ta'minot yaxshi, uyingga eng yaqin, ishi yengil, hech kim sendan og'rilmaydi, qusur topmaydi. O'zingga bak, o'zing xon, ko'ngling xalg'ani qilasan. Voy, bo'ldi qila, kayfimni uchirmay. Shu uyda o'ltirganning ishi, uyda o'ltiraverib to'ttam yapilay dedi helamo. Voy, ondaqmi deb ketma. Uyda hilqi qizning bog'i sana hamra bo'ladigan, dedi Farhod Gulnoziyaning qo'pol varaqlashlaridan hayron bo'lib. Voy, shu. Hammasi ashu shumning dedi. Ashu shumdan qutlanmay ishlaydi desam, sen yana meni shu uyda band qilmoqchi bo'latamsan? Farhod uning xudini yo'qotgandek varaqlashlarini anglab, uning g'alati ruhiy holatini ko'rib, uningga tanqatqanicha qarab turib qoldi. Ham ko'nglida Gulnoziya nemishga shuncha qilib ketadigandu. U tehe og'zidan sutdami ketmagan bir go'dak qiz edi-ku. Eri uningga yaxshi muomala qilmagan bo'lsa, uning qizni yomon ko'ryotamdiganduga deganlarni o'yladi. O'zingni tutib ol, Gulnoziya. Sen nim bo'lding? Sen o'nchiqib ketgudek nemish bo'ldi? U tehe kichkina bir qizg'u. Erim sana yaxshi muomala qilmayotamda, dedi u ko'nglida o'ylaganlarini o'dilla qilib. Farhodning gaplarini anglagan Gulnoziya darhol o'zini o'ngshib oldi. U o'zini suyib kelgan ham davomliq uningga bag'rini kang ochmoqchi bo'lgan yigitga o'zini bundoq besham xotinlarda ko'rsatganligidan sal xijil bo'lib qoldi. Xuddi
u burun beshamlik qilib boqmagandekla. Ish qilib bugun Gulnoziyaning bir yerlari bir xilla. Zadala qulashmayotdi. Undaqqa emas. Ahmet bana bekli yaxshi muomala qiladi. Lekin o'zimni bilmayman. Ashu qizini zadil qabul qilmayotman go'ta. Dedi Gulnoziya Bayqidin kayfiyatini obdalla taqshab. Undaq o'ylamagan. Agar bu turmushga rozi bo'lmasang, xitingni ol. Agar ashu qizlingni ishesini beram qilayotgan bo'lsa, ko'ngil ko'ksingni kengroq tutib, uni qabul qilishga tirishqin. Chiroyliqcha uyingni tutqin. Bundan keyin men seni hargiz avor qilmayman. Sana mangu baxt tilayman. Haras. Abaya her ishkirimiz o'zimizda tutilmay qoldik. Kechirgin. Men asli unda qilmasligim kerak edi. Dedi Farhod xijilliqini o'tirg'a qo'yib. Gulnoziya Ahmet efendi bilan to'y qilmagan. O'zi bilan yurgan chog'larda mo'tarab qilmagan bu ishni qandoqlarcha u boshqa birining odamga aylanib bo'lganda ondan qilib qolganini o'zimi bilmay qoldi. Asli u taqdirga tan berib Gulnoziyaning talashiga hurmat qilgan edi. Ayni vaqtda Gulnoziya Farhodga Ahmet efendi bilan to'y qiladiganligini aytgan chog'da qattiq azoblangan bo'lsa-mu, uni o'zining qilib bilish, Gulnoziyaning ayollik izzatiga dag'dak yuzdigan ushshaq cho'ng har qanday ishni xayol qilmagan edi. Gulnoziya bugun uningga ko'rishishni aytganda u o'zini mushundaq kontrol qilolmay qolgan edi. Endi bechora qiz Saraning keyingi taqdiri qanday bo'la? Biz buni keyingi qismdan anglaylik. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 3-qismini anlatdik.